Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Biz mana ko'chma do'kon bilan shug'ullanib, mana bunaqa ko'rinishda, yangicha fasonda, yangicha dizaynda ko'chma do'kon qurdik. Buni endi sizga obzorini qilib beramiz. Bu ko'rishlar mumkin. Mana bu formalarni o'zimiz qilib yaratdik. Endi kimga yoqadi, kimga yoqmaydi. Va ichlarini ko'rsatdik. Oynalari kalyonni ko'ngli oynadan qo'yganimiz uchun ichi qorong'iroq. Xatolar oddiy dekor plus. Devorlari qimmat dekor plastik. Oddiy emas. Bu pollarini shifon taxta. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Suvga, namga, shishsa ham yana obratni joyiga qaytadi. Devor patologik qismida ikki qavat o'tupina qo'yilgan. Bir qavat vata, bir qavat falga. Sentifon qo'yilgan bir qavat. Oynalarimiz mana bunaqa mana 1 santimetrlik qalin kalyonni oyna. Kimga qanaqa ko'rinish, qanaqa razmer, qanaqa kачество kerak bo'lsa, zaказчиning talabiga qarab, xohishiga qarab, sharoitiga qarab qilib beraveramiz. Kimga agar shunaqa do'konlar kerak bo'lsa yoki yaqinlaringizga kerak bo'lsa, tavsiya qiling. Raqamlarni pastda qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Telegram, WhatsApp, YouTube'da videolarimiz hammasini qo'yib boramiz.